خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli Qur'on tilovat ixlosmandlari, bugun siz bilan mat qoidalarini tanishlikda davom etamiz. Biz oldingi darsimizda mat qoidasini ikkiga taqsimladik. Asli matga va sabab matga. Asli matdan mad tabiiy, mad ivas, mad sila qoidalarini tanishib chiqdik va sabab mat ikkiga bo'ldik. Ya'ni hamza sabab bilan va sukun sabab bilan cho'zilishlik qoidasini ham bugun o'rganishda davom etamiz. Oldingi darsimizda hamza sababli ko'proq cho'zilishlikni o'rgangan edik. Bugungi darsimizda sukun sababli ko'proq cho'zilish qoidasini tanishib chiqamiz. Hop, bugungi darsimizda madd lozim, madd oriz, madd lin qoidasini tanishib chiqamiz. Madd lozimni ikkiga bo'lamiz. So'zli madd lozim va harfli maddi lozim deb aytiladi. Ya'ni harfi maddan keyin sukunlik harf kelgan bo'lsa va u bitta so'zda bo'ladigan bo'lsa maddi lozim bo'ladi. Ya'ni mana bunga misol haqqo, ya'ni mad harfidan keyin tashdidli bir harf kelgan bo'lsa, mana bunga pastdan misol ko'rsatamiz. Mana mad harfidan keyin qof, birinchi qof sukunlik, undan keyingi qof harakatli. Al-haqqo. Bu Qur'onda juda ko'p kelgan. Masalan, Fotiha surasining oxirisini o'qiganimizda ham cho'zib o'qiladi. Valallin. Bu yerda mana shu birinchi lom sukunlik bo'ladi, ikkinchi lomni harakatli bo'lyapti. Ikkinchi maddi lozim ikkinchi turi bu harfli deb aytiladi. Masalan, bu suralarning boshida keladigan harflar bilan boshlanadigan suralar. Alif lam mim yoki nun qof deb boshlanadi. Ba'zi suralar hamim, alif lam ro, mana shunaqa harflar bilan cho'ziladi. Alif lamni nima sababdan ko'proq cho'zilishligini mana bu yerda ko'rsataman. Alif deganda bu yerda cho'zilish yo'q. Lam deganda mad harfidan keyin sukunlik mim kelyapti. Mana tepadagi alif lamni pastida. Bu mim deganda yo mad harfidan, undan keyin sukunlik mim kelyapti. Mim deganda. Demak, mana shu holatda cho'zib o'qiymiz. Bu 6 harakat miqdorida cho'ziladi. Shuning uchun buni maddi lozim deb tajvid ulamolari unga shunday nom qo'yishgan. Keyingisi maddi oriz. Bu ham to'xtalish holatida mad harfidan keyingi harf sukunlik bo'ladi. Bu 2 harakatdan yoki 4-6 harakat miqdorida cho'zishimiz mumkin. Alamin, ta'lamun. Bu juda ko'p suralarda, ko'p oyatlarning oxirida mana shunday cho'zib to'xtaymiz. Undan keyingisi maddalin deyiladi. Ya'ni yo harfi yoki vov harfiga maddalin deyiladi. O'zidan oldingi harf harakati fathali bo'lgan bo'lsa. Bunda ham mana shu Quraysh yoki vassoyif deganda mana yodan keyingi harf to'xtash holatida sukunlik bo'lganligi uchun maddalin, lin harfidan keyin sukun hosil bo'lganligi uchun mana shu holatda ham cho'zib o'qiladi. Bu ham 2 harakatdan to 4-6 harakat miqdoricha cho'zib o'qisak bo'ladi. Demak, bugungi o'rgangan darsimiz sabab mad sukunlik sababli cho'zilishlikka sabab bo'lgan qoidalarni o'rgandik. Qur'onda mana shu ko'proq cho'ziladigan harflarning ustiga mana qoshga o'xshagan belgi qo'yib qo'yilgan. Bundoq qilib kichkina qoshga o'xshagan belgi qo'yib qo'yilgan. Mana shu joylar kelganda ko'proq cho'zib o'qiladi. Bu qoidalarni bir nazariy shaklda bir tushuntirib beryapmiz. Amaliy suratda buni ustozlar orqali cho'zib doim o'rganib borilsa, inshaalloh shunga qaysi joyda to'g'ri cho'zilishlik kerak, qaysi joyda ko'proq cho'ziladi, bularni ustoz orqali o'rganib borilsa, shunga odatlanadi.
Demak, bugungi darsimiz shulardan iborat. O'rganganlarimizni Alloh foydali qilsin. Keyingi darsda ko'rishguncha, assalomu alaykum va rahmatulloh.